6 bola 1 qiz videosuna xush kelibsiz. 6 bola 6'miz 1 qiz bilan, ya'ni Sevara bilan yozishimiz kerak. Lekin shuning tarafi bor, hech birimiz o'zimizni nomimiz bilan yozishimiz. Masalan, men Shavot. Qag'onlar, Xonqa, Urganch, Xiva, Qozoris kabi Xorazm tumanlari nomi bilan yozishi mumkin. Hammaga yoqimli ishtaha. Kutib olinglar Sevakash. Bo'ldi, demiş bo'ldi. Yana bir marta tushuntirib beraman. Nechik bo'lishini hozir hammamiz Salom. bo'ldi, yaxshi ketdi. Hozir hammasini yana bir boshqadan tushuntirib o'taman. Hozir hammamiz Sevaraga Telegramdan yozishimiz kerak. Sevara boshda bizga savol beradi va savolga javob berishimiz kerak. Lekin har birimizga 30 sekunddan vaqt berilgan. Va shuning tarafi bor 3 savolda bir Sevara o'zini yoqmagan odamni cho'rniyadi qadi. Qaysi kimligini bilmaydi. Masalan, hammamiz har xil nom bilan chiqamiz, yozamiz Telegram nickname bilan. Masalan, Bog'ot, Shavot, Urganch, Xiva ketaveradi. Sizlar tushundingiz, to'g'rimi? Nima? Sizlar tushundingizlar? Hamma tushundi? Bo'ldi, esa boshladik. Ketdi. Sahat o ses kuruyor. Hammang maytini o'raning. Burada birikse gerek. Yo'q, hozir bu yerda Dur, eshitinglar, keldi birinchisi. Hammaga savol. Savol? Oy. Salom. Hammaga savol. Salom. Salomni savol deb yozdingiz. hammaga savol da. Hammaga salom. Hammaga salom. To'g'rimi? Да, изменила же. Изменить. Или же, изменили же. Shu gapini javob berish kerakmi? Nishki salom berishingiz ham qiziq bu yerda. Direktda beramizmi? Avval ishga o'tib beringlar. Nishki salom berishingiz ham qiziq. Hamma yozdimi? Bo'ldi, vaqt bo'ldi. Tirsiz. Bir-biridan o'qisangiz bo'ladi hammanikini. Qaysi ko'zingizga nima ishni ko'ringan bo'lsa, shuni aytib ketsangiz ham bo'ladi. Masalan, prosta salom yaxshimisiz deganni o'tirib bersangiz ham bo'ladi. Bog'ot stikerlar beribdi. Stikerlarni yoritib. Ham gullardan stiker beribdi. Qani? Ko'rsak bo'ladi. O'zak ko'rmaysiz. Kim aytadi mumkin emasdan? Mumkin emas, qaranglar, zritellar. Mumkinmi, mumkin emasmi? Yaxshi, men prosta o'qib boraman. Xiva, yaxshimisiz qizim? Qizim? Urib bo'ldi. Xivasi. Hammasi. Qizimlar bir dasta. Bir siz yazsınız mümkün ağa. Başka? Nega bo'ktam xonqa? Bo'ladi. Гюрлен, у тебя такие красивые волосы, я бы вечно их гладил. Vau, kim yazdı bunu? Çok romantika. 100% zoom yazgan shunaqa. Senior. Ruscha bilmaydi. Nasıl bulamadı? Hala qarasa salam. Yo'q, bo'ldi, ketdi. Ayting. Neçe 2 tane xiva var mıydı? Bir tane. 2 tane var mıydı? Xazaris, va alaykum salom, dunyo go'zalim. Qozoris, va alaykum salom, dunyo go'zali. Oho, Qozoris. Joma. Al. Biza kimligini aytib berarasanmi? Yo'q. Aytma kimligini. Ben siz kimligingizni bilmayman. Yetti, kengisi. Zaten ben bu Men lekin Shohruxxon kimligini bildim. Ne gap qizimda ya Shohruxxa? Keyin. Bo'ldi, oltisini o'qidim-ku. Qaysi bir ko'zingizga bir ne yapishni, ne ko'rindi, yaqimsiz ko'rindi, oshuni aytsangiz ham bo'ladi. Biz doğru. Bog'ot stikerlar beribdi kun. Bog'otang. Yoz, ya'ni bog'ot shu daraja iringanda, bir so'llalib birma-bir dedik. Axir bu yakdim yakmadim aytmadi axir. Bo'ldi, yaxshimi? Kurs stiker yo'rganda tutdi, ya'ni yakmadi. Qaranglar, men shuni aytsakmi? Ya'ni bog'ot pisand bilmaganlar. Prosta yozib turibdi. Bo'ladi ya'ni. Bo'ldi, endi kengisini aytsak bo'ladi. Ah, chiqib ketdingmi hozir bu yerda? Yo'q, 3 savoldan keyin chiqib ketadi. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Yozdim. O'zingizni bir savol bilan, Savol. so'z bilan, So'z bilan avval. o'zingizni bir so'z bilan tanishtiring. Ey, gapga men qoldim. Turinglar. Yoz vaqtdan bo'ladi, bilmayman. O'ylayapman-da, kim qo'lyapti hozir? Yo'q, hamma yaxshi bo'lsa keyin o'qib bo'ladi. Sen bir söz bilen 100 tane söz. Ey, yaxshi, ko'rish mumkin emas. Антаман, шакангlar. Как будто романтик.
Gürlen dım romantik oxşuydu. Я наркотик, если покуришь, то вечно будешь зависеть только от меня. Gürlen Rusça yazıb oturdu azandan beri. Milleti ne o Gürlen'den? Milleti. Gürlen kim? Harip de. Harip? Ben orası. Gürlen Harip. Bir söz değil mi ama? Bir söz değildi. Umuşak mesut şuna söz gerek. değil, Один ama- словом надо расшифровать. Ama yok. Ну, я наркотик дәт түртіку, я наркотик дәт түртіку. Ne oldu yani? Ya Kaan'ı izah et. Kanı из-за хава. А что, так можно было, что ли? Romantik dәт түртma. Romantik ekan Gürlen. Evet, aytın. Romantik ekan dım Gürlen. Keyingisi yaxshi bo'ldi. Sözün ma'nosini bilmadik. Xazaras yazıbdı, crush deb. Crash? Crush ekan Xazaras. Keyin Ben Xiva mazı bala deb yazıb. Voy voy, mana hamma o'zini vaqtdan crash mo'zi bola, narkotik. Xiva, tворец. Tualet? Творец, типа, gördük. люблю творить и воплощать, типа, творить etishni, masalan, bir vajni ijod etishni yaxshi ko'radi. Значит, Xiva kur birden ruski mesme. Yaratışda bayfıradi. Tворец, yarat. Bo'ldi, keyingisi. Bir de köp ruskiler. Ay, yaxshi, meni chalqatib berdinglar. Rусский лес. Keyin Xanka romantik sebebi sevgan insonimni gülüb yurishini xohlashni insonman. İnsanman. Men tushunmadim. Ne debdi romantik? Shunday Romantik sebebi sevgan insonimni gülüb yurishini xohlashni insonman. İsteymen. O'zbek tilida tilashim. Я старый o'zbek tili. Вот Xanka. Ava? Ne oldu kanka? Yine o'qib bering iltimos. Ya Cemşit sen. Xanka yanqina gap o'ktamda yozgan ekan. Romantik sebebi sevgan insonimni gulib yurishini xohlovchi insonman. Jamshid. Çok zor. Jamshid. 100%. Roja, ben psixologiyani o'qiganman. Jamshid. Xanka yazibdi uni. Dальше. Bog'at. Men Crashbekman. Voy voy. Shunda bu yerda Gemadi deb boshda yozibdi. Keyin men Crashbekman dedim. Bog'at yanqinamat stiker tashlab o'tiraman boshda. Ava, tush. Ya'ni endi samimiy bo'lish harakati qilyapman. Harakat. Chaqirganmiz mumkin. Ne gap qizim degan bog'atmadi ya? Yo'q, bu nadi? Xivada o'xshaydi. Xiva dava. Bo'ldi, oxirgi savolim. Bana qaraydi bu. Shunda hammanikini o'qidik, to'g'rimi? Esa ikkinchi savolga o'tamiz. Üçüncü savol. Ha, uchinchi. Yo, bezukatni qo'ysak bo'ladimi ekan? 10% qoldi telefon. Yazdim, ketdi vaqt. Mana bir siringizni ayting. Shumi? Dava. Ben senin birden Nushuga qarab aytasadan sirlaringizni. Ey, sir. Yorgi. O'zi sir bo'lsa, rostdan ham sirni nechun aytamiz? Bog'at bilan shavotir yozib boshladi. Yo, o'qib indiraylik ularni. Yes. Sir. Ne sir yazsa bo'ladi? Chaqirib? Mozzarella. Mozzarella? Pizza saladını istiyorum. Sir. Baba nasıl bilmiyorsun? Sen sırrını mı? Ben sırrını bilasam. Hamma yazib bo'ldimi? Endi hammanikini bir o'qisangiz bo'ladi. Bog'at, если что, men sirim yo'q, ochiq, samimiy insonman deb yozib. Bog'at kim edi? Bog'at. Keyingisi? Keyin Gürlen lit romantik ekan, shu sekret ekan. Lit romantik degan tipa Ne olur? tushuntirib beraymi? Lit romantik degan, короче, yaxshi ko'rib yuradi, keyin qizam взаимный, men ham seni yaxshi ko'raman desa, уже чувствоsi пропадать etib qoladi. Ava keyin уже bo'ldi. Bobur unda o gullar. Ya ben onu kayıtım yok. Ben asıl sevmem. Ben sürgendim. Nakasası. Просто 50'den nakis bu. Abi yine seviyordun sen kaç? 6 yaşında magazindən kaşachi korum netibdi, o'g'irlabdi, чтобы
ko'chadagi bir pishikni Boqish uchun. ava короче yem berish uchun ava ekan shuni hech kim bilmaydi ekan. Perevod- Keyin politsiya ko'ribdi. Perevod- Paymala dedi politsiya. Переводчикda перевод etilganmi? Yo'q, o'zim perevod aytib o'tirdim. Chaqirib qarash. Yo'q, vряд ли. Balki. Yaxshi, keyingisi. Keyingisi itima sichon dori berganman yosh vaqtimda. Hiç söylemeyik aldım. İtimə sıçanları bergen mən vaxtımda dedi Xazaris. Xuda bax. Xanka. Xanka. Ha. Ana. Nормально. Hamda Hanka. Ben sir saqlashni bilman. Sababi nov bo'lsam, to'g'ri aytganimdan gapni cho'zmin. Endi yana bir o'qib qo'ying. Yana bir tushunmay. Xankani yaxshi o'z boyliqadim güçlü. Ya tushuntirib yozolmaydir. Yok ya ben tam okuymadım. Shuni aytdim-ku tushuntirib. O'zbek maktabda o'qimanku, o'zbek tilida 3 manda. O'qib beringlar iltimos shuncha. Çocuk kırıcı yazın var. Ana. Beklemez. Ana. Göz alalım. Evet fokus. Men ko'ring, men sir saqlashni bilinmas sababi nov bo'lsam to'g'ri aytganimdan gapni cho'zmang. Deb yozgan. Xanka. 100%. Senior, 100% senior. Ben Merce devlet yazgam. 100%. Jillamam men buni deb yozib. Merce devlet yazgam onu. Keyingisi. Bo'ldi? Hammasini o'qidim. Necha savol bo'ldi? 3 savol bo'ldi. Endi Nima sizlar chiqarib tashlaysiz? bir sizlar chiqarib tashlashingiz kerak. O'chadi. Bir Hey. Git номерdan yazdım. Git kalamım ki. Ах, мама Джан, этот мальчик точно будет вором. Ben sana yapamam. Buni uchun o'qimabsiz? Aman içmez. Shot yozibdi, geshta aylanmoqqa chiqqaningda aytaman deb. Kaçan sen falan olsun. Zor cevap aytıptı. Bo'ldi, yaxshi. Reaksiyan to'xta. Cho'moq o'xshaydi u. Mama. Asa endi 3 savol o'qildi, 3 savol berildi, javoblar berildi. Endi o'zi yaqmoq odamni tushunmaydi qasiz va u tushunmaydi qilgan odam o'zini kimligini aytib o'yinni tark etadi. O'zi qaysi ko'proq nechik desam bo'ladi? Yaqinroqni tuyuldi. Fikringizni aytib o'tib keting. Пока что hech qaysi. Hech qaysi. Hech qaysi. Kimni tushunmaydi qiz? To'g'ri ayting, ha. Oltinga oldu. Ovozlar bilan kelyapti. Kim? Shavot ketdi. Shavot kim edi? Şavat kim? Shavot kim? Men Shavot emasman. Ben. Seriozmi? Şovat ekan ben. Bir yapım var. Shavotni oxirgi yozgan navbati geshta aylanalimi? Siz uyalmaysizmi? Siz uyalmaysizmi? Yo siz qarang chiqib keting. Oldu bola bir kız. Shavot ya'ni o'rinni Shohruxxon o'yinni tark etdi, tushunmay girdi. Endi kan ishtirokchilar bilan davom etamiz. Sevara keyingi savollarni berishda davom etadi. Bo'ldi, 4-savolimni yozibman. Aha, kutmoqdamiz yomg'ir ostida. Hamma tayyor? Ayollar haqida taassurotingiz? What? Ya'ni ayollarni o'zimizni ish ko'rishimiz uchun topashimiz kerak hozir. Oynasın gerek Allah'ı. Boz katırma o tuttu resim. Zo'r gaplar keldi. Getdi, qo'yaman bu yerni. Men oila a'zolarim yostiqman. Sizlar ChatGPT yoki yozuvdan o'zlaringiz fikrlaringizni yozinglar. İyileştim. Uyanmışsınız. Uyalmaysizlarmi? Sizlar? Ya'ni kan hammaniki bordimi? 5 balaniki? Bo'ldi. Qani bir o'qishni boshlang. Gullan yozibdi. Ayollar bir ne'mat, ularni hammasini asrash, avaylash va sevish kerak, uhod etish kerak deb. Уход. Что за уход? Ухаживай. Девушки дохода, она не уходит. Xanka. No. Xanka. Ayol bu dunyodagi eng Gel o'qib beraman. Cho'zi. O'zinikini o'qib o'tirdi. Yo'q. Do'stlar. Ayol? Bo'ldi, o'zi yozgan xona orqa. Yo'q, men emasman, do'stlar. Ayol bu dunyodagi eng qadrli narsa. Misol uchun xotin so'zining ma'nosini bilasizmi? Bilasizmi? Bilmaydi ekan Xanka.
Xanqa kim bo'lsam? Hakiki bozamız. Xanqa kamush, eshitib o'tiring. Lütfen. Eshitadi. Xotin so'zining ma'nosi uydagi xazina. Ya'ni ayol bu bizning boyligimiz va xazinamiz degan ekan. Bag'at ayollar osmondagi oydin tasvirlashimda deb yozibdi. Tasvirlashmaydi? Tasvirlashimdan tipa o'ylanganimdan degan. Qazarız ayollar bu güç va nozikni bir o'qib beringlar iltimos. Sen ne çok okusan ben böyle okusan. Men kimligini bilmayman-ku hozir. Hozir sabas qo'ydi. Kameraga ko'rsating. Kur hozir sabas qo'ydi bu yerda. Ayollar, bu ChatGPT shu. Чистый Jamshid akam. Ava siz istiyorsan bak yalnız. Ayol termini qayerdan olingan? Ayollar. Ya ben kabul yakıyor var ya. Qazarsiz Xanqa. Devlet Bekir. Ayollar sizikcha o'ziga. Axirida chat yana qanday yordam kerak bo'lsa so'rayvering deb aytish kerak edi. Xivani o'zim o'qidim. Sizlar bermadilar, bu yoqdi. Ivan. 5-chi vопроsni yozdim. Yazın. Yazdim. Sevgisi, voy sevgisiz shunday ChatGPT'ga giramanmi? Yok ben Gemini'ye giremem. Asa men Grok'a giraman. Yo'q, bo'ldi. O'zingiz мненияларingiz yozing. Bo'ldi. Yozavermanglar do'stlar. Öz yazsın. Ular voshshi. Bo'ldi, yaxshi. Voy, bunga qarang, bunga ruscha yozib o'tirgan bo'lsangiz o'yindan chiqarib bermayman. Перевод. Yurolmadim. Ey bu. Siz qizasiz kerak Instagram'ingizni nomeringiz emas? Bo'ldi, Insta reklam etib turganmi? Mening nomerim yozib ko'rsating. Sevgi bu ona desang. Yo'q, masalan, sevgi har narsaga sevgi bo'ladi. Ishingga sevgi, oilangga sevgi, bir insonga bo'lgan sevgi, do'stingga bo'lgan sevging bo'ladi. Do'sting qadrlashing. Hamma narsa. Şunca? Shuning uchun men nima yozdim? Sevgida yana non ayttirsiz. Xanqa, sevgi bu siz. What? What? What Do you like, bro? No. Dim gaz ekan bratimiz. No bro. Gaz ekan. 1 second Gaz. spam bro. Shut up! Wow, oh my god. Ya. Sen de olacaksın işe Ice Spice bak o Central City'nde. Shut up dedi karşına okşak gitti. Ice Spice emasman mesela. Ak bir ses sen. Sen yaxshi, davom etamiz. Iltimos. Sevgi bu o'rganib qolish. Kim yazdı onu? Kim no desa desin. Kim yozdi? Kim yozdi? Gurlan. Balat Ivan. Bag'at. Sevgi bu bir insonni ko'rib butun dunyo During. jim bo'lib qolgan. Savolim bor. Ki bo'lib yozilganmi, ko'rib yoki gi bo'lib yozilganmi? Neda? Görüp. Görüp mü? Ko'rib. Ki. Demak ChatGPT. 100 Spice. Xorazmli odam ko'rib deb yozadi. Ava. Bu ChatGPT. Ko'rib deb yozadi. Переводdan çıkıyor. Davlat Sherlock Holmes. Yo'q, nasıl ruscha yozib perevod etish kerak? O'zbek bo'lib xorazmchalar bilmaslik. Bunun alakası yo'q. Umuman alakası yo'q. Men yegan narsani yozish kerak. Mabet Tırnkan şu DJ Osman. Davom etamiz. Sevgi bu bir inson ko'rib butun dunyo İzmini verdi. İzmini berdim. Bo'ldi, 6-chi savolimni beraman. Yaxshilab diqqat tarqatinglar. 6-chi savoldan keyin yana bir odam chiqib so'raydi. ketadi. Toshga tarqatib bering. Sport bilan shug'ullanasizmi? Ha. Sport bilan shug'ullanasiz. Nasıl kullanadın? Bir de doğru mu valla? Конечно. İşte günden güne. Eleştirmisiz bizning ichimizda ayrim bir madaniyatsiz insonlar ham bor. Ha giyiş tazala var mı sanmıyor? Gençte futbola var mıyız mı? Ha gazona var mı sanmıyor? Agar siz xato tushungan bo'lsangiz, ming bor o'zi bu insonlar madaniyatli ekan, men bilmay qolibman. Ha do'stlar. Ha yozish kerak edi aytguncha. Так. Xazarız futbol od dushi 3 yil deb yozibdim. Xanqa. Basketbol bilan shug'ullanaman. Basketbol meni hayotimda Hangisi? Gurlan. Gitari. Вообще tushunmadim. Ha bol gitari. Bag'at o shug'ullanaman, zala boraman, kunda azonda 9da. Selçuk. Güchim ko'p. Yo'q, Jamshid. Bag'at. Xiva chiqib ketdi. Xiva, kim edi Xiva? Kimadi Xiva ey? Xiva, Jon. Siz? Seriozdan? Bo'lib ketamiz. Oldu bola bir kız
Qana davom etamiz esa. Bosib tutmanmas? Ava. To'xtatmadim. Qarasa bo'ldi 7-sinob. Ekin getdik. Endi orqaga o'tirsak bo'ladi. 4 tane adam tayyor berdi. Esa bo'ldi 7-sinob. Alhamdulillah. Oila deganda nima tushunasiz? Qani getdi. Javoblaringizni beringlar. Hozir yozibdi. Oila bu mehr, ishonch va qo'llab-quvvatlash. Qadar. Ava. Show. Keyin Xanka. Oila deganda men uchun hayotimda eng qadrli narsa va meni boyligimni tushunaman. Siz oilam a'zosi bo'lishni xohlarmadingiz. Tushundingizmi? Erana, getalashga. Tushundingizmi? Babur depressiyaga kirib ketdi. Gurlan, hali oilali bo'ling, shunda tushunaman. Yo'q, Gullan ham lekin moshinaga yotir. Gullan kim bo'lsa ham. Kim ekan? Menimcha ya Bobur yo Joma. Lekin samimiy yotir. Ekan davom ettiramiz. Kim? Bo'ldi, keyingi savolga beraylik. Qaysi javob o'zida ko'proq? Hech qaysi. Hech qaysi. Nega bo'ladi-ku, yo mashinada o'tirib kiyimda qarab o'tiradi. Nima turibdi? Dexter Knight. Disiplina. Dexter Knight turibdi. Yaxshi bildim. Короче, Xanka yoq turibdi. Пока что. Davom etamiz, keyingi savolga o'tamiz. Oxirgi marta necha yig'ladingiz? What? Kim yig'ladi oxirgi marta? No, mало ли, birisini kedisini tashlab ketdi, shu. Yig'ladingiz. Necha yig'lashdingiz? Qancha yig'ladingiz deya so'raysizmi? Yo'q, oxirgi marta necha yig'ladingiz? Necha yig'ladingiz oxirgi marta? Nima sababdan oxirgi marta? Tushundingiz. Yetgan mana. Yo'q, sizlar yig'laysizlar? Yig'laysizlar, savolga ko'ra. Sizlar odammisizlar? Qachon emas. Ne qachon emas, ne uchun? Yo'q, necha yig'lamading? Oxirgi marta. Oxirgi marta. Ko'zima changirib, ko'zima. Tak, Bag'at yozibdi. Oxirgi marta bir insonni yo'qotganim holda asta-sekin mendan uzoqlashayotganini his qilib yig'laganman. Men emasman u. Men emasman. Xudoy men emasman. Xudoy men emasman. Men emasman. Bag'at. Keyingisi. Realni yutuzganda ko'zima yosh kelganning bo'ladi menimcha. Xanka yozibdi. Oxirgi marta sizni ko'rib, lekin qayg'undan emas, baxtdan yig'ladim. Qayg'udan emas, baxt. Bu savolda ikki odam o'yinni tark etadi. Sevara, ikki odam o'z o'yinni tark etadi 9-savolda. Vallahi Xanka bundan 9-savoldan keyin. Emasmi? Yo'q, 9-savolda. Hozirmi? Hozir savolni berasiz, o'shanga javob beriladi, ikki odam o'yinni tark etadi. Hozir bo'ldi. Yozyapman. Yozing. Hozir savolga javob ber. 9-savolga javob berasizlar, keyin ikki odamni chiqarib beramiz. Urushma hammaning emotsiyasidan kimligini, kim Bag'at, kim Chavot, kim Xiva. Oxirgi atmasini aytgan bolam do'stim bo'lib qoldi va eng yaqin do'stim. Fikringizni degan savol keldi. Tushunmadim. Oxirgi atmasini aytgan bolam, Bunun balası. Buni doğgan balasi. Doğum o'stirgan balasi. Yo'q, buni atmasayotgan balasi, to'g'rimi? Qarang. Yo'q, bu kim? Sen kim? Men kim? Sen kim biri? Oxirgi atmasini aytgan balasi. Balamda tutku, balasi oxirgi atmasayotgan balasi, короче. O'g'li. Seni, do'stim bo'lib qoldi sen, do'sting bo'lib qoldi, to'g'rimi? Va eng yaqin do'stim hozir turibdi. Fikring nechik? Buvshim do'stim bo'lgan. Va eng yaqin do'sti hozir. Tushundingizmi? Hozir bizdan nima olishgan? Avvalki kendisi do'st. lekin bu просто savol bu, menda shunday degan emas-ku. Прикинь. Yo'q. Прикинь. Javob bersak bo'ladi. Zo'r eshitdik biz. Yozinglar, men yozib bo'ldim. O'qimang lekin hech kim ekan. To'xtanglar. Oxirdan mendan. Bizning fikrimizni so'rab turibdi-ku, to'g'rimi? Ava. Sinchi qarashda bo'lasiz shunga. Men qarashimmi? Bu qarash. Bu qarab beradi kamera. Yo'q. To'g'ri kamera, bu qaraymiz. Yo'q, bu qaramiz, nasha qarang, o'ylanib ko'ringlar. Meni qarshi masalan bir qiz bilan gaplashganman, keyin ikkimiz masalan
Bir-birimizga yon qaramaydigan darajada emas, просто друг boqqanmiz, u normal holat. Lekin eng yaqin drugimda turibdi hozir. En yakın kokkan. То, что bağlanan kallar, sevgiden bağlanan. Ya'ni sirdoshlar bir-birining siridan bo'lishadi. Нормально u. Не разрушили. Normalni bu. Normal holat u. Dayus. Yo'q, tushunmading. Noplagada bu. To'xta. Masalan, seni gaplashgan. Qara. Red flag Davlatbek ham tushuntirib beraman, qaranglar. Masalan, sizni gaplashadigan qiziz, agar men sana shuni eng yaqin jo'rasi bo'lsa deylik, uning jo'rasi qanchalar gaplashgan bolasi deylik. Siz to'g'ri, meni muammoyakmidi, samakmidi. Lekin atak masalan sizni gaplashgan qiz bo'lku, dunyo yaxshi ko'rib gaplashgansiz, yangi bilan urushdingizlar, lekin yangi bilan eng yaqin jo'ra bo'lib qoldingiz. To'g'rimi? Yozdingizmi? Bo'ldi, o'qishni Kanka boshlang. çık gitti oyundan. O'qishni boshlang. Bo'lmaydi, Hazaras yozibdi. Bo'lmaydi. Gurlan, red flag. Xanka, eng yaqin do'stingizni bugun janozasi ekan, afsus. Нет. Bohat yozibdi. Ay, Bag'at nima deyapti? Paringga iltimos. Bag'at ChatGPT'ga yozdirdi o'xshaydi. O'zi yozibdi, agarda men bilan aylanmaga chiqadigan bo'lsangiz, kimni chapasiz? Shunga qarab javob beraman. Men chapalasam albatta yo'q. What? Savol boshqa, javob boshqa. Men Chapalasim yo'q emas, yaxshiroq bo'lib. Shavatlan niye? ha, xo'p. Endi hammanikini o'qib qoldik. Albatta men chapalasam yo'q. Keyingi kim? Bo'ldi. Yo'q, hammasini aytdim. Gurlan red flag deb yozibdi. Red flag deyapsiz. Nima? Dur. Bo'ldi, endi ikkadammi net tashlang. Cho'rniyada tashlang. Qani. Ikkadam. Kanka bu. Yo'q, ishi o bo'lsin. Yo'q, basta turing, basta fikringizni so'rayman. Intriga qarang, Sevara. Shu yerda qaysi endi yana bir fikrim, yangi savol shu. Kim haqida fikringiz necha? Masalan, Gullan, Xanka, Shoh. Hamma so'rashdi, hech kim yoqmadi. Kaç var? Qolgan birisini, bo'g'la ikkisini bo'ldi. Haqlagan ikkisini. Intriga bo'lsin, biza ko'rmaylik. Biza bundan ko'rib ostaynamen chiqib ketadi, prosta. Yo'q, uning narsa yo'q, aytadilar. Ha, yaxshi. Ikkidan adam bloklaganingizni ayting, kimlar? Yoqmadi degan gap bo'lmaydi. Bu yerda o'yin ketib turibdi, bo'lgan. No, tipa gaplari yoqmadi dedim. Shu, Bo'ldi. u gaplar ham o'ynab ketib turibdi. Blokada tutilami? Bobur? Bobur blokada tutilami? Gurlan ketdi. Sen kalksan mı? Bag'at chiqmadi, Jumami? Bo'ldi. Final round. Oldu bola bir kız. O'yinimizda ikki ishtirokchi yana tarkatda Bag'at bilan Gullan va endi qolgan ishtirokchilarimiz Hazaras bilan Xanka qoldi va hozir tez yozishmagan o'yin bo'ladi. Ya'ni 5 minut vaqt beriladi. 5 minut ichida xohlagancha yozsangiz bo'ladi va tamom bo'lgandan keyin o'zining fikrini aytadi, bir odam o'yinni tark etadi. Va vaqtimiz ketdi. Tayyormisiz? 5 minut boshlandi. Sizlar kerak. Xanka haqida fikringizni ayting, keyin Hazaras haqida o'zingiz. Xanka men o'ylayman ko'p qizlar bilan gaplashadi deb, nechta desa ham yaxshi gaplashib o'tiribdi. Uning bolam o'ylayman ko'p qizlar bilan gaplashgani uchun shunday gaplashadi deb. Neden bilasiz? Balki umuman qizlar bilan gaplashmas, sizga ko'ra bir intuitsiya. Ichki sezgi? Возможно, ошибаться turishim mumkin-ku, kim biladi endi, o'zi biladi. Sizga ko'ra ilhomlanib, shuni aytib gaplashgan aytib qo'ydi. Возможно. Возможно emas, 100%. Lekin desa yo'q edi aybdor. Xanka siz o'xshasang. Bu Hazarismi Xanka? Hazaris haqida fikringiz? Hazaris скромный, прям eshitsa yozishni почти bilmaydi, но lekin astan gaplashmaganda bo'layman. Shu desa astan savollarni berib turibdi. Прям. Nechik masalan savol? Qaysi savol yoqdi masalan sizga gaplashish bo'yicha, o'zingiz suhbatlashish bo'yicha? Yo'q, qarang. Videolikni unuting. Qaysi suhbatlashish sizga yoqdi? Hech qaysi yoqmadi. Men unday gaplashmayman. Вот video emasda diskurs shuncha aytdim. Yo'q, endi masalan. Вот просто. Вообще bunday gaplashmayman. Yo'q, hayotda masalan ishi 7 yanka 6 odam yozganini o'ylang, oshulardan qaysi birisini haqiqatda otvet yozgan bo'lar edingiz shunada. Yozman. Hech qaysi. Hammasi cho'rniyada keladi. Avro. Bo'ldi, hozir kim cho'rniyada kas? Черный списка dikamiz. Kimmi?
Xankani. Men bilgandim. Yo'q, nashim dikas. Turing javob bering. Rasmon aytamiz hozir bilan. Nashim dikas. Indamin turamiz. Yo'q, turing. Siz nashi? Men menga qara. Turing, Xankan men edim, senior yutdi. Turing. Video короче o'zi podstava bo'ldi birinchidan. Pashalay, aver turamiz. Zatinglar. Haqqoni kim yutdi? Men o'tdim. Gullan yutdi. Gullan shab o'tadi. Xankan nashi o'ynaydik siz, ya'ni meni. Mikrofonunuz bormi? Bor. Yoqmadi sizga. Pashalay. Nashi? Просто. Nashi qozarsangiz Xanka. По кайфу. Kambag'al. Shuncha megabaytlar kattimi, yaxshimi? Bo'ldimi? Sen ne çöktün? O'zim bilmaydi, tasodifan bo'ldi. Hech narsa bilmagani uchun o'tib oldi. Pajol. Yaxshi sizlar. Ешься bilmagan. Тормозы. Всегда вперед. Pajol yaxshimi? Arrak turamiz. Mayli anasin kamera. Agar shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Shu videoga 5000 like kelsa, Tinder platformasi, ya'ni haqiqiy hayotda Tinder degan videoni syomka etamiz va ushbu bolalarni hech qachon qatnashtiramiz. Pomro qatnashadi. Satarasını veringlar. Saçımı aldırayım, bunu veringlar bunu. Yine 2 saatten 3 saatten köp oturupmiz şöyle senior barberine qarab. Ben o saçımızı aldıramiz. Shunda yaxshi. Yaxshi bolamaz, yaxshi sattarash. Yaxshi bo'lasiz. Ya krasavchik qara, mozni o'ldirib ber. Bitdingmi sen? Bo'ldi. Qizlar krashi. Va bu videoda bizlarga yordam bergan Omad Mediaga katta rahmatimizni aytib qolamiz. Bu yerda sizning ham reklamangiz bo'lishi mumkin edi deb siz ketamiz. Zo'rmag'i? Bo'ldi, o'chiraringlar.